Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Xullas, mana Inzer 280 model lotka. Buni mana birinchi evakuatsiya qilindi. Hozir endi xudo xolasa orqasini ko'tarib ko'rsataman. Orqasida bron ishlari qilindi. Bron ishlari mana oldi chasti, keyin orqa chastlari. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha harakat qildik. Chista zavodskiy qilib chiqarishga. Endi почти zavodskiy bo'ldi. Sababi bu rezinalar ham chista zavodda qilinadigan rezinalardan. Keyin ko'pchilik narxiga qiziqadi. Bu narxi evakuatsiyalarimiz eng kichkinasi 400 ming so'mdan boshlanadi. Keyin zashta mana bu bronga kiradigan bo'lsak, bronni metri 100 mingdan.